Yo'q, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Freeze yeti. Bugun yangi Brawl Pass keldi va undan tashqari kartalar ham kelgan. Bunaqa kartalar kelgan. Men boya videoga olgandim, lekin shunaqa deb o'ylabman, lekin video olinmabdi. Mana ishonmasanglar 300 ta wafli ham olganman. Shu waflilarni hammasini olarkansizlar, короче, men endi aytib bermoqchiman-da. Bu yerga kirib, Strange degan joyga kirib ochsa bo'lar ekan. Bu yerdan nima berar ekan? Hozir mana bunaqa yarqiratadigan berar ekanda. Shuni bos, shunaqa mana bunaqa o'yin o'ynayotganingizdan keyin hozir bitta o'ynab ko'rsataman. Xo'p. Shunaqa o'ynayotgansizlar. Hozir kirganda nimaga tanlaymiz? Kimma yaxshi? Tezroq yaxshi menimcha shuni tanlaymiz. Endi bular bilan ochamiz. Tegmadi. Bu yerda ko'proq birinchi o'rindan olishga harakat qilish kerak ekan. Men boshlashni tushunmay o'ynayotgan edim. Endi esa tushunib oldim. Iloji boricha hammadan qochib o'ynash kerak. Sababini ko'ryapsizlar. Yo'q. Endi pul beramiz, ko'ramiz. Boya faqat ana yana emas. Ko'ryapsizlar-ku. Endi undan tashqari mana sizlarga Brawl Passni qisqacha ko'rsatib beraman. Lumiga kelgan ekan akalar. Lumi vashshi udar. Bitta o'ynab ham ko'rgandim, lekin u ham videoga tushmay qolibdi mana. Lumi короче deb bosasizlar. Короче, kayf etib o'ynaysizlar. Qaranglar. Ko'rdinglar-ku. Lumi to'g'rimi? Mana shunaqa ekan akalar. Orqadan yurgan ko'rinishlari va qo'lidagi ikki narsasi ikki xil, ko'ryapsizlarmi? Vashshi udar. Qaranglar. Kipazayap bilan. Wow, buni qaranglar. Menga yangi brawler keladi deb aytishgan edi, lekin xatolashibdi menimcha. Va undan tashqari yana bittasi kelgan, u kiyimi sal boshqacha. Sizga maslahatim olmang uni. Oson o'ynayvering. Yana bitta o'ynab ko'raylik akalar. Jigarlar. Colt. Salar. Kurdilar-yu, boxslar. Boshlaganda vashshu. To'g'ri. Yo'q, yana o'lib ketdim. Xo'p. Mayli akalar, necha ponika qilmaymiz. Baribir yutqazdik. Faqat yutqazyapman va undan tashqari bu yerda yana nimadirlar bor. Sotib olsanglar ham bo'ladi. Kristalga lekin maslahatim sotib olmaylar. Kuyasizlar. 92 taga mana bu ham ketdi akalar. Brawler. Leon deb bitta o'ynab ko'raylik akalar. Leon. Qani nima bo'lar ekan? Kenji, Colt. Bu yerda lekin ko'p odam Coltdan yapti. Birinchisi turaversin. Shu yaxshi menimcha. Qo'llarimizni chiqaramiz.
Otishsinlar qani mana bu yerda qilib turamizda. Birinchi o'rinni olishga harakat qilib ko'ramiz va birinchi o'rinda nima bo'larligini ko'ramiz. Va bu kartada mana bu qizil narsaga tegib o'tirmanglar akalar. Sizlarga maslahatim shu. Vashshe sekinlashtirib qo'ygan qarang. Qarang. Ko'rdinglar-ku. Juda sekinlashtirib qo'ygan. Yo'q, meni ko'rib qo'ydi. Ha. Meni yo'q qildim tashla. Ikkita odam qoldi. Ikkinchi o'rinni olamiz menimcha. Yaxshi, birinchi o'ringa keladi. Birinchi o'rin chotki. Endi nima bo'larkin ko'ramiz. Nimadir beramikin? Ha, birinchi o'rin. Birinchini yutdik. Va bizga 30 ta berdi akalar. Ko'rdinglar-ku, vashshi oson ko'tarsanglar bo'ladi. Va bu yerda tushirib ham bo'lar ekan bu nimalar. Lekin men tushira olmadim. Xo'p, akalar, menimcha normalniy bo'ldi. Shu vaqt oralig'ida sizlar bilan friz yetib bo'ldi. Videoni kuzatganingiz uchun rahmat hammaga.